Tafsiri muyassar. Kimki bu dünyada Allah'ның barlığıga ve birligiga dalalet qiladigan kainat alametlerini ve Kur'an ayetlerini görüşten koru bolup elip Muhammed aleyhisselam'a kelgen diniga iman etishdan bosh tortgan bo'lsa, o odam oxiratda ko'r ve to'g'ri yo'ldan texmi ozg'an bo'lib qopadi. Ey payg'ambar, mushriklar seni Allah sana vahiy qilgan Qur'onga xiloflik qildirib, biz tushirmagan narsalarni bizning nomimizdan to'qib chiqarg'izishga tas qoldi. Agar sen ular talab qilgan bo'yicha ish qilgan bo'lsang, o chaqda ular albatta seni yaqin do'st qilib oladi. Agar biz seni haqiqatan mustahkam turg'izmagan va mushriklarning talabini qabul qilishdan saqlamagan bo'lsak, ularning hidoyat tepishig'a bo'lgan hirisliqing va ularning ilm fikrlarining kuchlikligi sababli ularga ozroq moyil bo'lib ketgili tas qolgani bo'ladi. Ey payg'ambar, agar sen oshu mushriklarga ozroq moyil bo'lib ketgan bo'lsang, albatta biz sana dunyoning qatmuqat azobini va oxiratning qatmuqat azobini tetitgan bo'ladi. O chaqda sen o'zingga yordam qiladigan va seni bizning azobimizdan saqlab qoladigan hech qanday madadkor topa olmayding. Allah o'z fazli karami bilan seni mushriklarning hiyla-mikrlaridan saqladi. Kafirlar seni zeriktirib Makkadan chiqarib etishga tas qoldi. Agar ular seni u yerdan chiqarib etgan taqdirda, sen chiqib ketgandan keyin ular u yerda faqat o'zlariga azob tushganga qadar ozg'ina vaqt tura oladi. Ey payg'ambar, kafirlarni bundoq jazolash Allohning o'zlariga avatilgan payg'ambarga qarshi chiqqan qavmni jazolash haqidagi o'zgarmas qonuniyatidir. Bizning qonuniyatimizda hech qanday o'zgarishni yoki va'damizga xiloflik qilganligimizni topolmaysan. Ey payg'ambar, kun qayrilgan vaqtdan tortib qorong'i tushgan vaqtga qadar belgilangan vaqtlarda namoz o'qig'in. Bomdod namozini o'qig'in. Onun qiroatini uzunroq o'qig'in. Chunki bomdod namoziga kecha va kunduzning farishtalari hozir bo'ladi. Kechining bir qismida uyqungdan turib tahajjud namozini o'qig'in. Tahajjud namozi sening qadringni ko'taradi, martabangni yuksaltiradi. Allohning seni qiyomat kuni kishilarga shafaat qiladigan va avvalgilar bilan keyingilar madihalaydigan katta martabaga ko'tardiganligi aniqdir. Sen, ey Rabbim, meni men uchun yaxshilik bo'ladigan joyga o'ngishlik kirgizgin. Meni men uchun yomonlik bo'ladigan joydan o'ngishlik chiqargin. Barliq kafirlar ustidan g'alaba qozonishim uchun o'z dargohingdan menga kuch-quvvat ato qilgin degin. Ey payg'ambar, mushriklarga aytganki, islom keldi. Mushriklik yo'qoldi. Chunki botil davom qilolmaydi va mahkam turolmaydi. Ammo haq mahkam turadi va mangulik davomlashadi. Biz bu ulug' Qur'ondan nodonlik, shek, munofiqlik qatorliq dillarning kasallarga va o'qib shifolik tilisa, badanning kasalliklariga shifo bo'ladigan. Onunga iymon keltirish bilan Allohning rahmatiga erishgili bo'ladigan oyatlarni tushiramiz. Kafirlar bu oyatlarni anglagan chaqda ularning kofirligi va ozg'inligi texmi eshib ketadi. İnsonga mol dunyo, tan saqligi qatorliq ne'matlarni ato qilgan chig'imizda u bizga itoat qilishdan bosh tortadi va bizdan yiroqlashadi. Onunga yo'qsullik, og'riqsizlik degandek biror qiyinchilik yetsa, umidsizlanib ketadi. Chunki u Allohning fazli karamiga ishonch qilmaydi. Faqatla Alloh saqlagan kishilar buningdan mustasno. Ular ozodichilik chaqlardimi, qiyinchilik chaqlardimi Allohning fazlidan umidini uzmaydi. Ey payg'ambar, insonlarga aytqinki, sizlardan har kim o'z yo'li bo'yicha ish qiladi. Rabbinglar kimning to'g'ri yo'lda ekanligini obdan biladi. Kafirlar tersoqlik qilib sendan ruh haqida so'rashadi.
Ularga shundoq javob berginki, ruhning qandoq ekanligi Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan ishlarning qatoridandir. Sizlarga va barliq insonlarga faqat ozgina ilm berilgan. Agar biz Qur'onni sening dilingdan o'chirib etishni xohlagan bo'lsak, albatta uni qila olamiz. U chaqda sen bizni unda qilishdan to'sib qoladigan yoki Qur'onni dilingga qaytirib keladigan hech qanday madadkor topolmayding. Ammo Alloh sen rahim qildi. Qur'onni dilingda mahkam qildi. Sheksizki, Rabbingning san qilgan fazli karami haqiqatan cho'ngdir. Allah sana bu ulug' Qur'onni qiyomat kuni shafaat qilish huquqini va jahon ahlidan hech kimga ato qilmagan ko'plagan in'omlarni ato qildi. Aytqinki, agar insonlar bilan jinlar badiylikda, mo'jizavilikda va go'zal ifodalashda mushu Qur'onga o'xshaydigan bir Qur'onni borliq keltirish uchun yig'ilib bir-biriga yordamlashgan taqdirdami, ular uni hargiz borliqqa keltirolmaydi. Tafsiri muyassar. Bir guruhi o'dmalar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqhun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.